Qolaversa, sizni o'sha maktabga meni o'zim tavsiya qilganman zavqsizlikka. Sizchi? Yo sizchi? Ha? Sizchi nima karomat ko'rsatdingiz? Nima karomat ko'rsatdingiz? Butun rayonga namunali bo'lgan maktabimizni yomonlab, kallikdiyimizni yomonlab, hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qilib yubordingiz. Boshdan oyoq yolg'on, g'irt tuhmat gaplarni yozishga qanday pulingiz bordi? Meni kechirasiz. Meni kechirasiz. Men sizni bu ishlaringizni xasmurlab yaxshi deb xarakteristika bermayman. Meni shayton yo'ldan urdi ekan. Ilmiy mudir bilan oramizdan gap qochib qoluvdi. Hapsanima deb yozib yuboribman. Meni kechiring. Bu yog'i mahalladoshimiz, yon qo'shnimsiz aka. Meni kechiring. Mahalladoshimiz. Lekin mahallani ham tinch qo'ymadingizku. Mahallani ham tinch qo'ydingizmi? Ha? Mahallani ham ustidan yozaverib, hamma sizdan bezor bo'ldi. Yoki bironta yozgan narsangiz, yozgan gaplaringiz isbot bo'ldimi? Mahalla ming bor haq. Sizni ko'chib ketsin deb, bilasizmi, qaror chiqarib qo'ygan. Men agar ilgariroq bilganimda bormi, sizni orangizga hech qachon kirmagan bo'lardim. Sizning tarafingizni olmagan bo'lardim. Mahalla ko'chib ketsin degan. Bir falokat kelsa, qo'sha kelar ekan. Lekin sizga ming rahmat. Meni ko'zimni ochdingiz. Bu gaplaringiz menga bir umr saboq bo'ladi. To'g'ri, mahalladan ketishim kerak. Ketganda ham o'zim ketishim kerak. Mahallaning oldida ham o'zi yuzim shuvit bo'ldi. Hovlini sotaman deb 3-4 joyga e'lon ham yopishtirib chiqdim. Ko'chib ketaman aka, iltimos. Qaramni ham ko'rsatmayman. Cho'li biyobongami, tog'i toshgami ko'chib ketaman. Faqat sizdan bitta iltimos, menga yaxshi degan bitta xarakteristika yozib bering. Tavbangiz astoydilmish qilib. Astoydil aka. Axir men ham odamman-ku. Siz xonim odamsiz-ku. Axir meni yuragimni ko'rib turibsiz-ku. Qilgan ishimdan aka pushaymonman. Bir umrga pushaymonman. Iltimos. Yuzim qora meni. Yuzim qora. Qo'ying. Yig'lamayman. Yozib beraman o'sha xarakteristikangizni. Butun qilmishlaringizdan ko'z yumib bo'lsa ham yozib beraman. Rahmat akajon. Umringizdan baraka toping. Otam qilmagan yaxshilikni qildingiz. Qizg'izon. Qizg'izon. Menga qara, yaxshiyamki uyda yo'q ekan. Bo'lmasa naq baloga qolardik hozir. O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir degan. Kechirasizlar. Laqabinga o't tushsin. Esimdan ko'taring. Mayli, hech qisi yo'q. Eshik ham ochiq ekan. Xotini ham yo'qqa o'xshayapti. Kelib qolsa kerak. Qani ungacha o'tirib turaylik. Buyurlar. Qani, marhamat. O'zimda 14 ta bor edi. 1000 ta tomni qarz oldim. Jami 15 ta bo'ldi. Agar shunga rozi bo'lsa mayli, bo'lmasam hech ilojim yo'q. Aytib ko'ramiz. Agar bordi-yu 20 ming deb oyoq tirab turib olsa, unda olishingizga to'g'ri keladi uka. Yo'q, aytyapman-ku. Bugun ertalab tomdan o'zi qarz oldim. Kechqurun tog'am o'zlari kelib o'tiribdilar-da. Meni o'zimga kerak bo'lib qoldi, qaytarib bermasang bo'lmaydi dedi. Bir oydan keyin qaytarib beraman tog'a deb zo'rg'a ko'ndirdim. Bunaqada 5 mingni qayerdan olaman? Menga qarang. Ko'rinishdan durust odamga o'xshaysiz. 15 taga ko'nmasa aytganiga olavering. Yetmaganiga o'zimiz qo'shamiz. Ish qilib shu g'izg'izon shu yerdan dab bo'lsa bo'lgani. To'g'ri. Ketariga 5 ta yonimdan qo'shib berishga tayyorman, birodar. Mana shunday jonimizdan to'yib ketdik. Uka, men ham qarashib boraman. Umuman olganda mahallamizning odamlari juda ham serhimmat. Hammasi sizga qarashib boradi. To'g'ri.
Har holda o'z qo'limda bo'lsa yomon bo'lmasdi deymanda. Odam hijolatda qolar ekan. Siz hijolat bo'lmang uka. Avval gaplashib ko'raylikchi. Bundan tashqari mahallamizda 450 xonadon yashaydi. Shularning hammasi shu la'natning dastidan dod devordi. Bezor bo'lish ham gapmi? Odam yaqinlashishga cho'chiydi. Nimasini aytasiz? Ko'zingga baqrayib qarab turib tuhmat ham qilishi mumkin. Qiladi. Qaysi kuni choyxonaga kelib meni yonimga o'tirib olib turib, bu oyog'ingiz urushda mayib bo'lganmi yoki urushga bormaslik uchun oyog'ingizni o'zingiz urib sindirganmisiz desa bo'ladimi? Bo'lanati. Jahlim qo'zib ketib shu happa tomog'idan bo'g'ib oldim. Odamlar o'rtaga tushib ayrishib qo'ymaganda yog'li nima bo'lardi bilmayman. Endi men qarang, hamma narsaning ham chegarasi bor-da. Albatta. Bunaqalar odamni dindan chiqarib yuboradi. To'g'ri aytasiz. Shuncha gapdan keyin yana hazillashuvdim deb menga qarab tirjayib turibdi-da. Obbo la'nati. Odamning ichi ham shunchalik qora bo'ladimi? Nimasini aytasiz? U odamlar unga bekorga g'izg'izon deb nom qo'ymagan-da. Bilasizlarmi? Bu laqabni unga kim qo'ygan? Xo'sh, kim? Ana u Hayitmat ota bor-ku, Qizil Sichon. O'sha kishi qo'ygan-da. Laqab o'lgiram uzukka ko'z qo'ygandekkina shundoq tushganini qarang. G'izg'izon. To'g'ri aytasiz. Mana bu gapni eshitinglar. Hayitmat otani toblari qochib qolgan ekan. Bir ikki kishi mahalladan ko'rgani borsak, bir pas gaplashib o'tirding, bir payti so'rab qoldilar. Bugun kechasi ana u mahalladan buralib tutun chiqdi. Payqadinglarmi? deb so'rab qoldilar. Otaxon choyxonaga o't ketgan ekan, ko'paylashib o'chirib oldi desak, xayriyati, men o'ylaymanki, g'izg'izonni og'zi ochilib qolgan bo'lsa, ig'voni tutunimikan deb o'ylayman deydilar. Yana komissiyami? Yana mana bu odamlarni boshlab keldingizmi? Bizni tinch yashagani qo'yasizmi yo'qmi o'zi? Hovlingizni sotmoqchi ekansiz. Biz xaridor olib keldik. Kecha eringiz qiz haligi G'ozivoy. G'ozivoy. Hovlining narxi 20 ming degan ekan. Bu kishi 14 ming deyaptilar. Xo'jayin uyda yo'qlar. Kelganlaridan keyin gaplashasizlar. Shunaqa degan. Endi ukam mana bu yigit hovlingizga xaridor bo'lib yana kelibdilar. Bizlarni ham qo'ymay ergashtirib keldilar. Ha endi hovlimiz ham orzulasa arziydiganda. Ko'rganning havasi keladi. Bir zang bosgan mashinaning narxi osmonda. Bu mulk narxi oshsa oshadiki pasaymaydi. To'g'ri. Tursa mol, sotsa pul. Ana, yong'oqni qarang. Butun hovlini tutib yotibdi. Yong'og'ing qursin. Yong'oqqa ham qo'ng'iroq osar ekanmi? Narigi mahallada qarg'a qarr etsa, bu kasofat qo'ng'irog'ini ipini tortadi. Endi ukam G'ozivoy gap bunday. Issiq ham kuymasin, kabob ham. Qani qo'lingizni bering. Siz ham bering. Bering. Endi ukam 15. 15. Yaxshi savdo bo'ldi. Qo'ying baraka. Men tovuqni katagini sotyapmanmi? Hovlimi 20. 15 ukam. Yo 20. Yana bitta qo'shib yuboring, rais bola. Boring yana 16 Kam bo'lmaydi 20. 16. Yo. Ne qarang. Yo. 17 bo'ldimi? 17. 17 ukam. Xo'p, boring baraka. Savdo bo'ldi. Xo'p, 25. Kelim poshsha. Pishib turgan oshni buzib nima qilasiz axir? 25. Dadam shu hovlini olayotganimizda 5000 qo'shgandilar. Nima, esingizdan chiqdimi? Nega unday deysiz? Uning ham gapirishga haqqi bor. Eri xotin qo'sh ho'kiz deganlar. Dadasi 5000 bergani to'g'rimi? Hozir tirik bo'lganlarda so'rab kelardilar. Bo'pti ukam. O'zingiz aytgan 20 bo'ldi. Boring baraka. Xo'p deng. Xo'p endi. Endi rozi bo'ling. Kim aytadi sizni ko'ngli ko'rgan odam deb?
qaynota ham otadek gap. Keling, shu kishini arvohlari shod bo'lsin. 25. Uka, endi haddizdan oshmang-da. Xo'p. 25 bo'lsa 25 da. Qani qo'lingizni bering ekan. Qo'lingizni bering. Bering, menga qarang. Qaynonasini ham eslab qoladigan bo'lsa agar 30 ga chiqib ketadi. Uka, sizga nima bo'ldi? Qanaqa odam topib keldingiz o'zi? Rangi devor bo'lib ketdi-ku. Hal pul berayotganda cho'zilib o'tirmasin tag'in. Ha, o'zim to'prog'i yengil odamman. Siz bo'lsa keyin ham ichasiz. Kelin qo'lingizni bering, uka, 5 bo'ldi ekan. Boring, boring. Yayrab, yashab yaxshi to'ylar. Barakalla. To'y bo'lsa keyin qilaveradilar. Oldin pulni Ha, bu yerda 15. Qolganini ertaga men o'tiraman. Albatta. Hovli muborak bo'lsin, ukajon, hovli muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 15. Hovli muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Haligiday hujjatlarni rasmiylashtirib, bu kishining nomiga o'tkazib. Albatta. o'zingiz berasizlar. Ha, o'zim getiring. Bitta choy damla. Yo'q, choyni hojati yo'q. Ha, barakalla. Boshqa sabab Yo'q. Ha, shoshmang. Buni men bir sanay. Shunaqasi. 15. Qarang, uka. To'g'ri. 10 mingini erta beradilar-a? Ertaga albatta. Ha, haligi ko'chish masalasi qanday bo'ladi? Mashina topilsa, shu bugun ot ketkim bor. Bu mahalla emas, ig'voxona. Men qaranglar. Onani oshli qilib olinglar. Mashinani men o'zim topaman. Hovli kamizga buyursa amin. Allohu akbar. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, qani qoling. Salomat bo'ling o'zi. Dadasi, menga rahmat deng. 5 mingga foydam tegdi. Aslida 30 desam bo'lar ekan-a. Unda xaridorni boshiga yetarding. Bu narsalarni yig'ishtir. Voy dadasi, qayerga ko'chib boramiz? Akam yashaydigan kolxozga bir aytgan edilar, shahardan nima qilasan? Kolxozga kel. Keng dala, bog'roq qilib yashaymiz deb. Eshitaman? Ha, G'oziboyman. O'zlari kim bo'ladilar? Ma'ruf mudiri Aliyevman. O'rtoq Ali, tinchlikmi? Ovozingiz g'alatiroq. Chillasida ko'ylakchan yurgan odamdek qaltirab o'tiribman. Nechik? Odam bola emas ekansiz. Men sizga achinib, sho'rlik qiynalmasin deb yaxshilab xarakteristika yozib bergan edim. Siz shu xarakteristikani olib borib hokimiyatga beribsiz. Endi mana shu xarakteristika uchun meni muhokama qilishmoqchi. Men ketib, siz qolmang dedim-da. Ishdan haydalishni bir mazasini tatib ko'ring. Ha, ovozingiz chiqmay qoldi. Siz qotilsiz. Siz qotil. Siz qotil. Radio. In fact. Kim quladi dadajonisi? Meni ig'vogar deb ishdan bo'shatganni qulatdim. Odam bo'lmasa kerak-ku. Aqlimdan aylanay. O'zim ham gipnotchimanmi? Avrab-savrab yaxshi degan xarakteristika yozdirib oldim. Olib borib hokimga eltib berdim. Hokim endi uning o'zining kavushini to'g'rilab qo'yadi. Ay, boplabsiz dadasi, boplabsiz. Hoy dadasi, ana Shuhrat magazinchi bor-ku, o'shani o'g'li deng, o'g'limizni ikkichisan deb haqorat qildi-da. Voy yaramas-ey. Shunaqa debdimi? Xo'sh,
O'g'ling nima deb javob qaytaribdi? Voy dadasi, o'g'lingiz ham qolishadiganlardan emas. A'lochi, sendan chiqadi podachi debdi. Ha, sunnatillangam odam bo'lib qoldi. Ha. Yonimga kirib qoldi. Men yozayotgan yumaloq xatlarni peshma-pesh pochtaga tashlab kelyapti. Xudo xohlasa, tarbiyasi bilan o'zim shug'ullanaman. Ketar jafosida qo'ni-qo'shnilarni bir izillatmaymizmi? Qanday qilib? Buning uchun hovlimizni olgan mo'ylovni Ha. qo'ni-qo'shnilarga qayrab qo'yish kerak. Ha. Buning uchun zamin tayyorlash kerak. Ha. Uf, qurib ketsin ey. Nima qilib ketsin? Yep, qadriga la'nat qishloqlaringiz. Meni qaysi go'rga olib kelyapsiz, dadasi? Qaysi go'rga olib kelyapsiz? Qayerga bo'lardi? Akamnikiga-da, akamnikiga. He, yo'lda o'ylab tantizib keldim. Hali bu kunlaring umid bo'lib ketadi, xotin. Umid bo'lib ketadi. Mashinada hech narsa qolmadimi? Qolmadi. Tagi tushgan chelakkacha olibsiz-ku dadasi. Kerakli toshni og'irligi yo'q deydilar. Binoydek daraxtlar bor ekan. Mana bu katta tutga tagi teshilgan chelakni osib qo'yaman. Ishga kirgunimcha ermak bo'ladi. Yaxshi. Havosini tozaligini ya. Bu qushlarni sayrashini. O'zi ham kelmaganimga 10 yildan o'tdi ya. Otam rahmatli o'lgandan buyon kelganim yo'q. Bay. Bu suvlarni mildirab oqishini. Hech narsa olmadilarmi? Ko'rsatlarni chiqaringlar, ko'rsatinglar. Qani? Qani qo'shni. Olmadilarmi? Qani. Ha. Sen olmadingmi? Ha? Yo'q. Ana qo'shniga Ha. Xo'p. Qanday qo'shni ko'chib keldi-ya bu yerga? Suvni qarang. Muzdek suv, muzdek suv. Tog'ni suvida. Bo'pti aka. May rahmat. Yo'q. Sizga jindakani ataganim bor. Hozir. Yo'q. Mabodo mashinaning ichida qolmadimki? Mayli, qo'llaringizni yuvib oling, men mashinaning ichiga qaray. Tavba! Qanday ajoyib bahor joyga ko'chib keldi. Suvni qarang. Akasi sap odam ekan-da. Jigarda jigar. Yo ukasining fe'lidan bexabarmikan? Bexabar bo'lsa kerak-ku. Mayli. Nima bo'lganda ham shu yerda tinchlik tilaydi. Mana uka, qo'lingizni artib oling. Yo'q aka, oq sochiqni qora qilmaylik. Rasmolim bor. Sizdan ulug' bo'libdimi bu? Rahmat. Xayr, ukam, xayr. O'sha qandillar. O'zi ham narxi ancha
bu? Ha. Mana bu. O. Stol stullar. Divanlar. Ha, akamsan ancha baquvvat turar ekanlar, ha? Ha, bunaqangi uylar shaharda yo'q. Omonmisan ukaginam? Omon eson yuribsanmi? Yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz akajon? Sog' omonmisiz? Bormisiz? Kelsam hamma dalada ekan. Eshikni ochib, yuklarni tushiraverdim. Juda yaxshi. Shofir qurmagir shoshib turgan ekan. Juda yaxshi qilibsiz. Assalomu alaykum mulla aka. Va alaykum assalom Yaxshimisiz? Sumbula. Eson-omon Eson-omon yuribsizmi? yuribsanmi? Xudoga shukr, xudoga shukr. Eson-omon yuribsanmi? Xudoga. Kelib juda yaxshi ish qilibsizlar-da. Ukangiz akamni oldilariga ketaman deb holi jonimizga qo'ymadilar. Hovlini sotdiga kelaverdik aka mulla. Yaxshi qilibsizlar. Yaxshi qilibsizlar. Bironta hovli sotib olguncha shu hovlida yashab turamiz. Hovli sotib olaman deb ovora bo'lmanglar. Mana katta hovli, yarmi sizlarniki, bemalol yashayveringlar. Rahmat mulla aka. Yo'q akajon, hovli o'zingizga buyursin. Katta jiyaning Toshkentda o'qishga ketib, o'sha yerda ishlayapti. Xotini ham o'sha yerda. Men bilan kelinoying esa fermadamiz. Bu yerda ham joyimiz yaxshigina. Bu yer hozircha bo'sh, bemalol yashayveringlar. Hovli odam bilanda ukaginam, hovli odam bilanda. Ha. Rahmat akajon, rahmat. Kecha dadam rahmatlik tushimga kirib chiqdilar. Qo'limdan ushlab hovlini aylantirib yurtdilar. Qo'ynilaridan bitta shirmon non chiqarib, yarmini menga, yarmini sizga berdilar. Voy dadajonim, ey, voy O'liklar dadajonim. ham biriktirib shuni aytadilar-da. Xo'p, endi gap bunday. Endi nima ish qilmoqchisan? Maktabga ishlaysanmi? Klubga ishlaysanmi yoki dalaga chiqasanmi? Akajon, xabaringiz bormi yo'qmi? Men yaxshigina suratkashman. Hatto she'rlarim devoriy gazetalarga ham chiqqan. Shu kasbim bo'yicha maktabgami, klubgami joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi hunaring bor ekan. Rais bilan bir gaplashib ko'raychi. Sen bob ish topilib qolar. Hali ham ketganing yo'qmi? Ya qanaqa qilib ketay? Mashinamning to'rtaraq g'ildiragi ham bo'shab yotibdi. Kimdir teshib ketibdi. Aka, bu qishloqni bolalari sho'rroqmi deyman, ha? Hali shu yerda bir qizil ko'ylakli bola o'ynab yurgan edi. Shu teshib ketgan bo'lsa kerak. Bu qishloqda unaqa bola yo'q edi-ku. Yurqani quloqni cho'zib qo'yaylik. Kim teshib ketdi ekan, ha? Xuddi prokurorga o'xshab so'raysan, ha? Qaydan bilaman kim? Dadajonisi, tag'in o'zingiz-a-u. Mendan boshqa kim bo'lardi? Kim? Hech kim bilmadi. Ya g'ayrati, G'ozboy aka. Ya sizni topadigan kun ham bor ekan-ku. Uyingizga borsam ko'chib ketishgan deyishdi. Shu dalalarda, hovuzlarning atroflarida yuradi, qidirsangiz topasiz deyishdi. Tinkalarim qurib ketdi ya jon uka. G'ozboy aka. Menga yoqib qolganligingiz uchun shu ishga qabul qilgan edim. Meni bu qilgan yaxshiligimga ko'rsatgan karomatingiz shumi uka? Bu bir shaharda obro'li tashkilotni yerda urib chilparcha qilib yubordingiz-ku. Menga qarang uka. Shu tuhmat xat yozishga sizni nima majbur qildi o'zi? Ozib yozib bir egasi chiqmagan kasbim shumni o'g'irlaganimga hayfsan berib ishdan qo'ydingiz. Xat senimi deb yozib yubormizda akaxon. Menga qarang, o'g'irlik qilganingizdan keyin nima qilishim kerak edi? Qamalib ketmaganingizga ham shukr qiling. Yaxshiyam militsiyaga bermadim. Menga qarang, jon G'ozboy aka. Komissiya kelib butun tinkamni quritib yubordi. Keling, kelishaylik. Komissiya bilan kelishib qo'yganman. Borib, men yozmaganman. Hammasi tuhmat. Desangiz bo'ldi. Bu yoqni o'zim xursand qilaman. Oldin rozi qiling. Men oldingi G'ozboy emas, hozirgi G'ozboyman. Jinday qo'shing. Keyin, G'ozboy. Qo'shing. Keyin dedim, G'ozboy, keyin. Xo'p, mayli. Qachon boray? Bugun? Bugun vaqtim bo'lmasa kerak-ku.
qobulimga ko'proq kishilar keladi. Ertaga borsam-chi? Jonivor aka, iltimos. Endi cho'zmang. Shu biror soatlardan keyin yetib boring. Uncha uzoq bo'lmasa kerak. Xo'p, birga ishlaganimiz hurmati. Boraman. Siz boravering. 1 soatdan keyin o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Xo'p. Jildir suv tushar, biznikdagi pul tushar. Jildir suv tushar, biznikdagi pul tushar. Jiring mo'lla jiring g'o'zini pulini ko'ring. Jiring mo'lla g'o'zini pulini ko'ring. Ana qur'on. Bormisiz? Ha. Bu tomondan pul tushirasiz, biz bu tomondan. Mana chelaylarni qarang, dadasi chelaylarni. Kecha zo'rg'a 10 chelay o'maruvdim. Bugun Xudoga shukr, biram ish qilib mo'l bo'ldik-ey. Bugun dalada hech kim yo'q. Tinch. Hammasi konsertga ketibdi. 50 chelay bo'ldi. Sunnatullarni yana tashlab keldim. Yana 2 chelay bo'lsa 52 chelay. Siz bu tomondan, biz Bu tomondan. Yasha! Yasha. Siz ham bo'sh kelmang, biz ham bo'sh kelmaymiz. Yashang dadasi, yashang. Ha, g'ayrat qiling, g'ayrat, dadasi, G'ayrat qiling. Ha, o'rgilay, o'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Dadasi, o'zimizni Obidjon-ku, ko'ryapsan, mana o'zimizni Obidjon. Ko'rib turibman. Dadasi, shu biza ham faqat bitta oylikka qaramasdan birorta ish boshlasak bo'lardi-da. Buning uchun bilasanmi, qancha pul kerak? Bir qop. Unchalik emas turib. Mana Obidjon qilibdi-ku. Siz ham bironta bir firmagami, korxonagami kirib ishlang, dadasi. Ey, sen aql o'rgatma. Hali ko'rasan, shunday ish boshlayki, ishlarim 5 bo'lib ketadi. Ha? Nima qilyapsiz? Sen jim o'tir, nimaga ham aqling yetardi. Mana endi ish boshlayman. Uka, siz o'zi kimsiz? Sizga meni va mana bu korxonamni tekshirish huquqini kim berdi o'zi? Bu huquqni vijdonim berdi. O, qanaqangi tushunmagan odamsiz. Axir mana endigina yo'lga tushgan ishni tekshir bilan g'alvaga tiqqim yo'q. Siz esa asosiy maqsadni aytmayapsiz, uka. Maqsadni aytdim shekilli. Yaxshi, uka. Kelishaylik. Xo'pdan kelishaylik. Mana siz bizni ishlarni ko'rdingiz. Ro'znomaga maqtab yozing. U yog'idan haligi ro'znomadan ham qalam haqqini olasiz. Qolaversa biz ham quruq qo'ymaymiz. Boya aytdingiz o'zingiz. Haligi tanqidiy maqolalar bilan ro'znomaga chiqqanman deb. Qo'ynahoy o'qigan bo'lishimiz ham mumkin. Biz nafaqat tanqidiy, balkim ilg'or tajribalarni almashtirish yo'lida ham ko'p chiqishlar qilishimiz mumkin. Lekin meni sotib olaman deb xayolingizga ham keltirmang. Bu narsani o'ylaganim yo'q. Shunchaki kelishaylik dedim xolos. Mana 2-3 kundan keyin keling. Korxonaning ishini ko'rasiz. Unda siz yana ko'zbo'yamachilik uyushtirishingiz mumkin. Ya, aslo bor haqiqatni ko'rasiz. Kutolmasam-chi? Unda o'ylab ko'ring. Bizdan nima xizmat bo'lsa, bajaramiz. Qo'ymadingizda. Ana bu boshqa gap. Kelishdikmi uka? Kelishmaganga qo'ymayapsiz-ku. Unda biz qanday xizmat bo'lsa ham tayyormiz. Imkonni topib, kennoyingizni ro'yxatga tirkab qo'ying. Juda katta ish bo'lishi shart emas. Oyligini olib tursa, bas. Bu unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Shahar televideniyasida maqtalib turgan korxona uchun. Roziman uka. Roziman. Mana bu ish ham bitdi. Kunday qayoqqa borardi? Endi xotinimiz har oyda bir marta maosh olishga keladi. Navbatdagi ishga kirishamiz.
Demak siz o'sha zaharlanganlarni bizni korxonaning yog'ida iste'mol qilgan deb hisoblaysiz, a? Xuddi shunday. O'zingiz kim bo'lasiz? Xalq salomatligini himoya qilish har birimizning vazifamiz. Nima men o'sha jabrdiydalarni himoya qilish uchun maxsus vakolatga ega bo'lishim kerakmi? Agar shunday deb hisoblasangiz, olib kelaman. Lekin bir o'zim kelmayman. Matbuot, ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda bu ishni oxiriga yetkazaman. Menga qarang. Balki shov-shuvlarga hojat yo'qdir. Mana shu gapingizni o'zi aybdor ekanligingizni isboti. Ishlab chiqarilgan yo iste'molga yaroqsiz. Unday emas. Mutaxassislar hammasi tekshirib chiqishgan. Lekin sizni shov-shuvingiz bizni yog'imizni sotishga to'siq bo'ladi. Men shuni o'ylayapman. Shak shubha yo'q. Mening maqsadim aholini iste'molga yaroqsiz yog'dan ogoh etish. Bu gapingiz tuhmat. Unda nega cho'chiysiz? Tekshirsin. Yaroqli bo'lsa sotishaversin. Tekshirilguncha ma'lum muddat ish to'xtaydi. Iste'molchilarimiz bilan bizlarni shartnomamiz bor. Bu shov-shuvlaringizdan ikkilanib, iste'molchilar ham shartnomani buzishlari mumkin. O'zga iloji yo'q. Xalq salomatligi o'rtada turibdi. Bunga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Korxonamiz to'la kuch bilan ishlayapti. Lekin bizni korxonamizning yog'idan hali hech kim e'tiroz bildirgani yo'q. Shu yog'ingizdan balki ba'zida, balki umumiy ovqatlanish shoxobchalarida iste'mol qilingan bo'lishi mumkin. Keling. Bu ishni kengaytirmay, yaxshi kelishib qo'ya qolaylik. Qanday bo'lar ekan-a? Ayni muddao bo'ladi. Bu ham juda g'alati-da. G'alvani xush ko'rmaydi. Dadasi, 2 bochka yog' tashlab ketishibdi. Buncha yog'ni nima qilasiz? Tadbirkorlik bilan shug'ullanyapman. Yashang dadasi, yashang. Oldinroq shug'ullanish kerak edi. Dadasi, kechasi bilan oshqozonimni olib chiqdi deng. Parvo qilma. Hali doktorlar atrofingda parvona bo'lishadi. Gaplashasizmi? Gaplashing dadasi, tezroq gaplashing. Undan keyin kartoshka, piyoz, so'zni ham tugatdi. Aytaman, olib kelishadi. O Sunbul, Labay. bu yoqqa qaravor. Ha, dadasi. Kel. O'tir bu yerga. Yaqinroq kel. Ha, nima deysiz? Mana bu xatni ag'bag'ini bezab, keyin uchirib yuboramiz. Tag'in anonimkami? Yozmayman devdingiz-ku. Savul qori ijodsiz yana jo'shibdi-da. 6 oy chidadim. Yozmasam ichimda birov xuddi yoz deganday bo'laveradi. Dadasi, tavba qildim-ey. Meni ham ichimda birov xuddi shunday deganday bo'ladi-ya. Shuni aytadilar-da o'xshatmasdan uchratmas deb. Dadasi, sizga o'xshamasdim-u, lekin o'xshatib oldingiz-da. Kulma. Bu jiddiy masala. Ko'chir. Taniymanmi? Ha, taniysan. Voy o'lay. Akangiz-ku dadasi? Nima qilay? Boshqa tanishlardan hech kim bo'lmasa, dadam o'lib ketgan bo'lsa, bitta uzoqroq qarindoshimiz bor, uni qayerda yashashini bilmayman. Voy dadasi, baribir yaxshi emas-da. Axir shu holiga ko'chib kelganimizda qanday suyungandilar-a? O'ylarini to'rini berib qo'ygan bo'lsalar, o'z jigaringiz insof ham kerakda kishiga dadasi. O'zing. Hovlini sotayotganimizda xaridor 15 dan o'tmay turdi. Mahalla aralashib 20 taga chiqardi. Sen bo'lsang, dadam ham 5000 bergan deb 25 taga chiqarding. Senda insof bormi? U begona edi dadasi, axir bu jigaringiz-ku. Undan tashqari 25 mingni o'sha odamni o'zi berdi, o'ylaysizmi? Unda kim beradi? Mahalla berdi dadasi, mahalla. Ha,
Xaridoringiz o'laman Sattor, 15 dan nariga o'tmayman dedi. Mahalla o'zimiz mahalladan, odamlardan 10 ming yig'ib beramiz, ko'navering deb zo'rg'a ko'ndirishdi. 10 mingini mahalla to'ladi degin. Bunaqaligini bilganimda 30 ming der edim. Siz ham xafa bo'lmang dadasi. Shu fe'lingiz omon bo'lsa, ko'ch ko'ronimizni ko'tarib butun O'zbekistonni aylanib chiqamiz yaqinda. Shundoqmikin, ha? Ha, shu fe'lingiz omon bo'lsa, bu yerdan ham ko'chamiz nasib bo'lsa. Nafasigini issiqroq qil, hali bu yerdagi ishlarim tugagani yo'q. Ko'nglim sezyapti dadasi. Kecha bir bexosiyat tush ko'rdim deng. Sizni kattakon chinorga bog'lab qo'yishgan emish. Atrofingizda tumonat odam yozgan ig'vo xatlaringiz bor-ku, hammasidan xuddi qovog'ariday g'ullab atrofingizda o'rab olganmish. Haligi odamlar yozgan xatlarini o'ziga yedirilsin deb baqirishayotgan emish. Olov qamchi ushlagan bir yigit sizga ey ig'vo xatlarni yut deb buyruq berayotgan emish. Voy dadajonisi, hali yutayapsiz, boya yutayapsiz, voy biram yutdingiz, oxiri chidolmasdan dad deb yubordingiz. Nima? Ig'vo qilayotgan, ig'vo xat yozayotgan faqat menmi? Boshqalar ham bor, ular ham yutsin dedingiz. Jon achchig'ida meni ko'rsatib yubormang deb o'zimni panaga olib qochdim deng. Haligi olov qamchi ushlagan yigit sizni shunday savaladi, Ibram debdiki dadasi. Ha, yomon urdi-da. Bo'ldi qili. Shun bilan har narsa bo'lgur, xotin kishining tushi teskari keladi. Savqor tushim ko'pincha o'ngidan kelardi. Dadasi, keling, shu xatingizni bahridan o'ting. Yoqib tashlang. Ko'p emas, oz emas, 17 ta qog'oz majbur qilib qolishsa, qanday yeysiz dadasi? Nafasimni issiq qili. Bor, choypoyga qara. Ha, xo'p. Dada, gazetalar keldi. Gapini qara. Yaxshi xislat go'zal fazilat emish. O'libdimi? Kim o'zi? Menga baribir emasmi? O'libdimi? O'ldi. Nima? Mashina yutdi. 50 so'mga ya. Voy yaramasa. Kelib brigada yutarkanmi? Yutib bo'psan. Mana familiyang ham turibdi. Brigadangni bilib qolsam, tushingda minasan mashinani.